Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu xalifa bo'ladi. Xalifa uchurunda ne qiladi? Xalifa bo'lib ertesi kun bozorga jo'naydi. Xurjunini olib bozorga jo'naydi. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ko'rib qoladi. Abu Bakr qayerga jo'nading deydi. Bozorga. Ne qilasin? Uy bilan baqam. Ümmetning ahvoli ne bo'ladi? Dese, Abu Bakrning uy bilasi ne bo'ladi degan. Men ümmet deb ketib qolsam, men bola chaqam chiqib qoladi. Ne bo'ladi? Degende anan sahobalar mashvara qilishib turib, anda Abu Bakr roziyallohu anhuga Baytul Maldan, qazanadan o'shol oylik chiqarib beraylik deb, oylik chiqarib berishgan. Sebebi bozorga ketib qolsa, anda ümmet kim qaraydi? Ümmet kim boshqaradi? Xalifalik kim bo'ladi? deb anan birinchi jolanan Baytul Maldan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ne qilishadi? Nima aqcha berishadi? Aqcha bo'lib berishadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'shal Baytul Maldan aqcha olib o'zining uy bilosini boqib turadi. Demak, ummatning davrida bor, bola chaqaning davrida bor shariatda. Birini kesib, ikkinchini tashlab ketib qolgan bo'lmaydi, kesib qo'yib. Balangni da qara, ayolingni da qara, ummatni da qara. Bugungi kunda ellar ifrat tafritda mubtala bo'lgan ko'pchilik. Keyingi odamlar din deb, ummat deb uy bilosini qaramaydi, bu da to'g'ri emas. Keyingi odamlar bola chaqam deb yuraveradi, ummatning ishi yo'q, bu da to'g'ri emas. Dinmen işte bu da doğru emas. İslam dininde bala çaqangda ayağında qara, ümmeti de qara deydi. Anan Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuga ne qilishadi? Bölüp berishadi. Bölüp bergenden keyin Abu Bakr raziyallohu anhu oxirgi davrında o'ziga to'q bo'lib boshlaganda ağa cheyin masala ekan, ağa cheyin bir kun uyine kelsa, ayol aqcha to'plab qo'yibdir. Bu aqcha ne degan aqcha desa, siz ag'ani ayliqdan ortib qolgan top qo'ysam shuncha aqcha bo'ldi deydi. Shunday bo'ldi deb, olib kelchi deb turib, har oyga qanchadan to'plading deydi. Musulmon aytsa, aytadi, bizga shuncha aqcha yetadi ekan, qolgani oshqcha ekan deb, barib oyligini kemitib qo'yadi. Misoli 10 so'm olotgan bo'lsa, 5 so'm yetadi ekan, 5 so'mni barib kemitib qo'yadi. Biz sen to'playapsың, demak, buning zararchiligi yo'q ekan deb. Qara, adletli podshohlarni qarag'ila. Andan sirtqari, oxirgi davrida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qazo bo'lishdan oldin o'zining boya biznesi var, sodasi var, aqchasi kelgandan keyin Baytul Maldan qancha aqcha olgan bo'lsa, büt barini qaytarib beradi. Zararchilik vaqtida olganman, hozir Xudoga shukur men to'qmin o'zimda bor deb Baytul Maldan o'shal xalifa davrida qancha aqcha olgan bo'lsa, uy bilasi maqala. Büt barini qaytarib, ne qiladi? Beradi qazinaga. Qaytarib qo'yadi deydi. Bu buna usul Allohning do'stlari, payg'ambarlar, payg'ambardan keyingi xalifalar, ko'rib o'tasizlarmi? Baytul Maldan aqcha olsa joiz. Biroq o'shanda bo'lsa dag'i ne qilgan? Uni o'shal tigi Davud alayhisalom siyoqti men o'zimni peshinetini qilaman deb o'zining ishini qildi dag'i, qolganini vaqtini oldi dag'i, qolganini qaytarib berib qo'ydi. Qaytarib berib qo'ydi. O'shaning uchun bugungi kunda kim imomchilik qilam desa, nechta imom bo'lsa, medresada mudarris bo'lsa, azonchi bo'lsa, din xizmatkari bo'lsa, oylik olsa joiz. Ulamalar joiz deydi, hech kim nojoiz deydi. Biroq egerде o'ziga to'q bo'lsa, o'zini epdese, almag'ani yaxshiroq deydi. Imomchilikni, azonchilikni qilgan ishini, din xizmatini Alloh uchun qilgani yaxshiroq, o'zine yetarlik bo'lsa. Payg'ambarimizdan keyin sahobalar shunday qildi, yaqinligi davrida cho'ng-cho'ng shayxlar shunday qilgan. Bizning ustozining atasi Mufti Shafiy sahib rahmatullohi alayh. Mufti Shafiy sahib rahmatullohi alayh o'ta cho'ng mufti o'tgan dunyoda, Hanafi dunyosida. Al kishi Devan medresesi muftisi bo'lgan. Devan o'sha vaqtdagi eng cho'ng dunyodagi Hanafilarning eng cho'ng medreselarining birisi bo'lgan. Hozirgi Bangladesh, Pokiston, Indiya büt bardig'i to'ptalgan, büt bardig'ining muftisi bo'lgan. O'ta cho'ng olim o'tgan. O'sha kishi dag'in mufti sahib, ustoz aytadi, atam oxirgi uchurunda o'shal Devandan olgan, Darul Uloom Karachidan olgan oyliqlarning büt barini qaytarib berdi deydi. Negisi adam balasi qaraganda biraz Alloh taolo boylik berib to'ptaladi, o'shal to'ptalgandan keyin, boyliqlari kelgandan keyin Devan uchurunda qolgan oyliqlarini jana Darul Uloom Karachidagi olgan oyliqlarning büt barini qaytarib bergan ekan qazinaga. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ulgusi. Yaqin davrdagi adamlar. Andan keyin bizning ustozning balasi o'shal Mufti Shafiy sahib rahmatullohi alayhi balasi Shayxul Islam Muhammad Taqi Usmani hafizahulloh ustozimiz al kishidag'in o'zining olgan oyliqlarini büt barini qaytarib bergan. Hozir men Xudoga shukur o'zimga yetarlik, o'zim jumushim bor, men medresadan qancha olgan bo'lsam deb barini qaytarib bergan. O'shondaylar Devantning bir cho'ng olimi Mufti
Said Ahmad Palanpur rahmatullah aleyh. Yakında kaza oldu bu kişi rahmatullah aleyh. Bu kişi de kaytarıp bergen. Oşoň üçin Peygamberimizden keyin halifalardan jolun joldagan alimler, awliyalar hazır dele var alhamdulillah. Hazır dele var. Oşoň üçin eň jagşysy din hyzmatkerleriге, din hyzmat kılan adamlarga şartı bolsa eň jagşy akça albaga işleken jagşy. Şartı bolbosa akça alsa jayız. Eger şartı bolup bayıp kesse keyin kaytara berem dese bul dagы jayız. Buna üçin biz üçin sahabalar, keyingi döwrdägi ulamalar, awliyalar biz üçin ulgu.